Mashina olmoqchi bo'lganlarga xuddi shunaqa shikalat mer nasib qilsin. Uy olmoqchi bo'lganlarga ham bunaqa yangi uy nasib qilsin. Xullas, hammaga assalomu alaykum, sizlar bilan unchi bolalar. Sergeli Bobur mahallada 2 xonali uy, 16 qavatli uyimizni 11-qavatda 2 xona 63 kvadrat metr uy 100% nomiyliga chiqadi. Uyimizning bosh to'lovi 19500 dollar. 420 million bank krediti bor, uy nomiyliga chiqadi. Ko'ramiz. Chiqib olgan bo'lsa, bu koridorimizda Mamlakatga bemalol kichkina joy qoldirgan prixojniy qilsa bo'ladi. Kirilishda 10 qo'limizda mehmonxona va bu mana kuxnya. Tashqarida visatchi balkon bor, shamol aylanishi yaxshi. Двухконтурный котел qo'yilgan, kafilatirilgan gaz plita va vitishga o'zini joyida hali ishlatilmagan разделный sanuzel ko'rayotgan bo'lsa va bu mana kattalar yotoqxonasi. Xullas, skvoznoy planirovka 2 xona 63 kvadrat metr, uyimiz 100% nomiyliga chiqadi. Uyimizning boshlang'ich to'lovi 19500 dollar. Bizani kuzatinglar, sizlar bilan uncha bolalar.